Oy, Sanjik Dilabo, Dilabo. Любой temada gaplashamiz. Sekin-sekin движение bo'lyapti. Qani bostu davrda soqqali gaplar. Birpas so'zilaychi. Sizga? Nima sasib ketdi? Voy, o'tari. Nima yotib olding men joyimga divanimga? Voy, sasib. Bor chiq. Hozir. Bor edim Keginam mana. Nimaga nima to'palar? Sanjik nima baqiryapsiz, ha? Qara bo'lmish kiryapti. Bu Sanjik bu ko'rsatuvimiz mehmoni bo'ladi bu odam. Men senga bo'lmish olib kelgin demaganman, O'zing aytding-ku, oldin milliarder bo'lgan, hozir bankrot bo'lganlarni chaqirdi. Mana bugun chaqirdim shu odamni. Voy, Gryazboymi? Sen ko'rinishiga qarab baho bermagin. Bular Toshkentning seriyozning boylaridan bo'lganlar oldin. Seriyoz? Ha? Bo'lmasam gaplashamiz. Kanishni gaplashasan. Tayyormi? Tashqi qizuv bo'ladi bugun. Bo'ldi. Topib chiroyli savollardan bergin, tushundingmi? Tayyor bo'lsang boshlaymiz. Kameramator, nachli. Assalomu alaykum. Sanjik Dilabo, любой temada gaplashamiz ko'rsatuvi. Yana efirda. Bugun bizda bo'lmish. Nimani tanishtiraman? Ravil boy aka. Ravil bo'lmish. Ha, shunaqa. Xullas o'rtoqlar, bizda Ravil bo'lmish. Короче, oila bola chaqani chetga surib qo'yib, faqat o'ynashlarga pul soqqani sarflab, kayf qilib, oxirida bich bo'lib, bo'lmish bo'lib ko'chada qolib ketgan bo'lmish. Sen bu odamni taniysanmi? Yo'q. Nimaga tuhmat qilib tashyapsan? Bilaman-ku, shunaqa bo'lgan. Eshit o'zidan. Ha, o'zim gapira bera qolay. O'zingizdan har xil eshiting. narsalarni gapirib tashlayapsizlar bo'lmasa. Mani yo'limda, ukajonim, mani. Ko'pchilik bankrot bo'lib, Men qarang, anaqa oldin salomlasholmadingiz-da hamma bilan. Ha, salomlashishga. Sen eslatib olmaysanmi? Shart emas, farosati yo'q. Gaplashavering. Bosing gazim. Qisqasi mani yo'limda mana shunaqa bo'lmish bo'lib qolishgan. Kimdir qalban bo'lmish bo'lgan, kimdir menga o'xshab mana shunaqa ahvolga tushib qoladi. Buni nimasi yomon? Odamning ustiga qarab baho berish kerak emas. Shu, o'zing ham shu kunga tushib qolmagin tag'in. Voy Gryazey, meni qarang, qarg'ashini. Og'ayningmi deyman? Yo'q. Ne tarafini olsan? Burning tiqma, o'tga. Qanaqa bo'lmish bo'lib qolgansiz? Gapirib bering-chi shuni. Xo'sh, men biznesmen bo'lganman, tadbirkor. Keyin men sheriklarim sekin-sekin dokumentlarni o'zlashtirib, korxonani ham, zavodlarni ham, restoranlarni ham hammasini dokumentini yig'ib, marazlar, podpis qo'yasan degan. Sholg'om qilishgan. Ha, qo'yib, agar shu qo'lni qo'ymasang, oila bola chaqangni qo'rqitishadi qisqasi. Men qo'yib berganman hammasiga qo'l. Mana shunaqa ahvolga tushib qolganman, ukajon. Oila bola chaqangizni ham berib yuborganmi? Yo'q, oila bola chaqani qaynona olib ketgan. Voy, keyin ichib siqilib alkash bo'lib ketgan. Ya nimaga ichib siqilish kerak? Bo'lmish degani sirazi ichib siqilish degani emas-ku. Uka, men ichmayman. Lekin chekaman. Ha? Bo'lsa sigaradan bering. Mana aka, mana. Faqat ko'chada yo'llarga betib chekasiz. Sigara. Sigarani ko'rganmisiz o'zi? Mana sigara chekaymi? Bo'ta chekmay. Tushundingizmi? Mumkin emasmi? Yo'q. U o'zingiz chekyapsiz-ku. Studiya kimniki? Sizniki? Bo'ldi. Tema yopildi. Ukajon, nima qilishim kerak? Aytgin tez-tez. O'zingiz haqingizda ozgina gapiring, planlaringiz haqida, rejalaringiz haqida gapiring. O'zimning planlarim qanaqa? Hozirda men bitta kitob o'qiyapman. Siz ham kitob o'qigansiz yaxshiroq bo'lardi. Krugozor kengayadi. Yapon yozuvchisi yozgan. Ya'ni noldan ko'tarilish, oyoqqa turib olish, tiklanish, shular haqida. Xudo xolasa mana shu KFClarga o'xshagan bir oshxona ochib, boyib, qaraganimda millioner bo'lib yotish. Eshak go'shtidan ovqat qilibmi? Ya bo'ldi-da endi. Ustidan kulurmagin, harakat qilayotgan ekanlar-yu. So'rayapsizlar savol, javob beryapman. Yoki qo'yib yuboringlar, men tirikchiligimni qilay. Sasboringiz ham yoni. Bitdan. Bo'pti, davaychi. To'xta. Ha, ketasiz. O'tiring, hali suhbatimiz tugagani yo'q. Normal savollardan ber.
Nariyoqqa qarab gapiravering. Sasib ketyapti hamma yoq. Bitta mana anu ko'chada hozir import bo'lmish, nimadir bo'lmish, yana qanaqadir bo'lmish, klichkalar ko'payib ketdi. Sizda ham bormi klichkangiz? Mard bo'lganman. Nomard? Mard. Jasur demoqchilar, jasur. Mard, bag'ri keng inson bo'lganman men. Beva bechoralarga yordam berganman. Voy, men ham bevalarga yordam beraman. Siz boshqacha yordam bergansiz. Men moddiy yordam berganman ularga. Hozir ham shu ahvolda bo'lsam ham mardlik qilib yuribman. Planlaringiz haqida gapiring. Plan, qanaqa plan bo'ladi bular? To'g'rimi? Plan yo'q. Kimga qiziq uka? Mani planim kimga qiziq? Holatimni qarang. Atrofida chikushga qatta bor ekanini qidirib yuradilar. Plan. Nimaga chikushga deydilar? Nimaga alkashga solaveradi? Mana sinyakmanmi men? Sinyakka o'xshaymanmi? Bunga ishonmang. Bu просто bu baklashga tortishib qolganmiz. Короче, men sizga aytaymi, siz kimsiz? Siz bir tiyinga qimmat, itga ham kerak emas. Konkretniy bo'lmishsiz. Davay, bo'tdan. Uka, bilasizmi nima qilaman? Nima qilasiz? Men ketayda tirikchiligimni qilib o'sha Amerikaga ketishim kerak, o'sha yo'lkaramni qilib. Amerikaga? Men ham Amsterdamga ketishim kerak. Tezroq turing. Kul ustidan. Mehmon keta qoling bu odamchi. Yo, ishonmayaptilar. Yorug'lik chiqmaydi bundan. Ishonmayaptilar. Amerikada Normalni gaplasholmaydi. Peragavorim bor, baraka topkirlar. Peragavorim. Agar o'xshab qolsa, Xudoga shukr, mana bu kichkina studiyachangni ham sotib olaman. Nima? O'zingizga bitta normalniy shapka sotib oling, undan ko'ra ahvolni qara shapkani. Ishonmayapti. Mana sizga dokument. Mana Xudoga shukr, Amerikada Boston shahrida bitta uyim o'zimning nomimga o'tadigan bo'ldi. Va Tinch okeanda bitta yaxtam turibdi. O'sha yaxta ham o'zimning nomimga o'tadigan bo'ldi. Serios? Ha. O'shani borib, dokumentlarni piraformleni qilsam, всё, olam guliston, hammasi chiki paka rara. Men senga nima dedim? Bu haqiqiy oligarx bu. Xome degani uymi? Xome degani uy, lekin siz xom ekansiz. Jonim akam. Sigaret yoqib bering. Chakuring, bemalol sizga mumkin. Endi aka planlarga o'tsak. Men radnoyman sizga bugundan boshlab. Jonimni so'rang, jonimni beraman, aka. Ya siz bilan bitta ish qilib bo'lmaydi. Bilamiz kimga nima berishingni. Men eshiting. O'tgan kuni ovqatlangani kirganda, yonimda bir so'm pul yo'q, uyda qolib ketibdi. O'rta, shunda to'lab yor, 1-2 so'm desam, puling bo'lsa ovqatlan, nima qilasan, boshim og'ritib deydi. Bas. Birovgacha, bu yaxshilik qiladigan odam emas bu. Bilasizmi nima bu? Biza bunaqa bo'lmish. Bu kishi qalban bo'lmish ekanlar. Bo'lmasa, e'tibor qilmaymiz. Akam. Siz bunga gapiga ishonmang. Men restoranga hozir zo'r joy aytib qo'yaman. Ikkalamiz maza qilib ujin qilamiz borib. Yaxshi. Zo'r, yaxshi fikr. Bu kishini ham olib olamiz. Puli bo'lsa, olamiz. Bo'lmasa ham yo'q. Ko'rdingizmi asl basharasini buni? Bunaqada bormayman men hech qayerga siz bilan. Voy, grazli. Davay sur, ikkalang ham. Qani ko'ramiz, yo'l kiringga qatdan pul topar ekansiz. Men o'zim beraman sizga. Xavotir olmang, pul bor. Agar ishlarim o'xshab ketsa, uka, biznes hamkor qilib olaman sizni. Serios? Bitta pochka sigaret olib kelmagan, qatdan yo'l kiringizni beradi. Mendan ham kiradi-ku. Yuring, aka. Men gapiga quloq solmang. Zato siz bilan bitta ham ish o'xshamas ekan. Aka. Ha, siz avvalambor eshitni o'rganib oling. Kechiring. Qochga qo'y. Kechiring, aka. Iskan. Hozir ikkalasi birga bo'lib olib, o'rtoq bo'lib olib, Amerikaga uchib ketib, boyib ketsa-chi. Ey, Iskan! To'xta, menga ham kechir meni, olib boraman seni ham.